1.150.000 so'mga rossiyskiy tayyor zavodskiy eshik hozir ko'rsatib o'tamiz. Abdulaziz tanishtirib o'ting esa. Videorolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar. Jahon eshiklar do'konining manzilini video oxirida aytib o'taman. Ayting. Şu eshikimiz duruşu 1.150.000 so'm. Image variant. Avval bu eshikimiz 1.300.000 dan sotilgan. Xudo xolasa sonlari cheklanmagan, razmerlari standart bo'ladi. Tayyor. Tayyor eshik. Boshqacha variant ham bor buni. Bom shu baqa. Bu ham shu baqa. Keyin buni oynali variantlar ham bor. YouTube kanalimizda to'liq video joylanadi. Shunda ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa kelishib beramiz. Keyin bundan ham byudjetli variant qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun soni lekin cheklangan ekan bularni 770.000 so'mdan ekan. Obunachilar shu high-tech eshiklar 770 dan. 770.000 so'm komplekti. Komplekti shu durushi tayyor obunachilar. Urganch shahridagi Jahon eshiklar do'konining manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, yo'lni Oryon tarafida Mo'min bozor do'koni joylashgan bo'ladi. Chap tarafimizda Zapchas bozor, o'ng tarafga qarab ketadigan bo'lsangiz, Urganch Ray Center bozor tarafiga qarab ketasizlar. Undan tashqari Uzgazvoy zapravkasi joylashgan bo'ladi. Asosiy orientir Mo'min bozorni ro'parasida joylashgan bo'ladi. Telefon nomerlari videoda yozilgan bo'ladi. Bemalol xabarlashib kelaverasizlar.